Merhaba dostlar, qaysi kun bir omaq singlimizda qaytib o'yitishni o'rgatib qo'ygan bo'lsangiz bo'pti degandim, ma'qul degandim, arliq necha kun o'tib ketib qoldi. Shundaqda men bugun qaytib o'yitish jarayonini to'liq video qilib sizlarga yo'lladim. Qaytib o'yitish odatdek oddiyda ko'ringan bilan bunaqam jarayon ketadi. Unda o'z qanday o'yitdimki, birlik ko'rlik do'stlar. Eng avval sirtdan 2 kilo sut ekirib olamiz do'stlar. Sutni ekiriblam qozonni quruq qilib, qozonga o'tni yoqiblam, sutga issiq o'tgandan boshlablam so'raymiz do'stlar. To'xtamay so'raymiz, o'tni intayin bo'sh qilamiz. Bo'sh qilib mushkil holatda vil qaynatib 15 minutdan 10 minutgacha atrofda qaynatib olsak bo'ldi. Sut anandan azroq qo'raydi ham sarg'aroq holatga keldi do'stlar. Jumi. Ma qetiq degan so'rishdan o'xshaydi. Ma sutni qancha kerak bek so'rsak shuncha bek o'xshaydi. Sut qaynashga boshlagandan boshlab sutning yandan qat'iy ayrilishga bo'lmaydi do'stlar. Jumi bek qaynab bek ishlik teshib ketadi. Qaynab teshib kelsa o'choqlarni vayron qilib to'tmoyan o'sqig'dek vayron qiladi. Sutni butunlay qo'rab ketadi do'stlar. Jumi. Sutlarimiz asosan pishib qoldi. Bu sutlarni chinlarimizga usib o'rinlashtirib olamiz. Anandan keyin mushu yerlik qetiqdan bir chin qetiq kirib, qetiqdan 4 qo'shiqni bir chinik bo'lamiz do'stlar. Bo'lib buningga ozroq shakar solib etib to'xtamay elashtiramiz do'stlar. To'xtamay chelib mushalatga kelgan vaqtimizda bayatim bir chinimizga usib olgan qetiqni ostiga dasturxon solib mushxil holatda qochilarimizni tizib tayyor qilib olamiz. Anandan keyin sutga bir qo'limizni sepib baqsaq kuyib ketmagidek holatga kelgan chaqda bayam tayyor qilib olgan qetiqlarimizni shunda 2 qo'shiqdan to'kib olamiz do'stlar. Bir yeniqlam to'ksak bo'ldi do'stlar, chunmi? Ondan keyin ustini yapadigan taxsillarimizni tayyor qilib, ustiga hammasini keyin mushtaq tek holatda yeb olamiz. Yeb olgandan keyin dasturxonning bir uchida ustini yeb bitamiz do'stlar. Ustini yeb bitgandan keyin sal qilaroq holatda bir atal adyal o'stek yaxshi adyallarni elib, ustiga qilin holatda yeb bitamiz mushkul holatda. Ko'gninglardek 4 soatdan 6 soatgacha qo'ysak, mushunda qaytib qo'ydi. Men naq bir kecha qo'ydim do'stlar. Bir kecha qo'ysanglar tek yaxshi ko'rdinglarmi mushunda o'xshash lampondek o'yib ketdi. Qaymoqlarim shundoq esil tutib ketibdi do'stlar. Qaytib qo'yitmoq bek tas emas, 15 minut vaqt ketadi. Cho'qim o'ydilam, o'yitib ishsanglar bo'ladi. Andan keyin suzma qilsanglar ajoyib payz bo'ldi do'stlar. Ko'rib mishagich kelgan do'stlarim bo'lsa, meni qo'llash yuzdan qo'shib elinglar do'stlar. Yurak belgisini berib, yulduz belgisini besib saqlab olishni herkes unutqanmanglar. Keyingi videolarım texnik sarxil kelar qatim ko'rishaylik. Xayr xo'sh.